Assalomu alaykum, Mototos kanali obunachilari, ishoningizlar, sizlar uchun yangilikni jinnisini olib kelib qo'ydik. Qo'rg'on boshlandi. Qorli kunlarda ko'rasizlar, naborni jinnisini olib kelib qo'yganman. Qani olib keling videoni. Birdaniga to'g'ridan to'g'ri bu naborimizni sizlar bilan bo'lishmoqchiman va ichida nimalari bor, komplektda nima chiqadi, hammasini to'g'ridan to'g'ri ko'rsatamiz. Ya'ni bu 5 ga 1 naborimiz kelgan. 5 ta instrumentsi bittagina diplomatda joylashgan. Qanday deysizmi? Eng qizig'ini ko'rsaman. Ochamiz mana bir boshdan. Bu original brend professionalli ustalar uchun, professionalli Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan original brend bo'ladi. Eng qizig'ini ko'rsaman. Ochamiz chamadanimizni, diplomatimizni ochganimizda o'zining kitobi bo'ladi. Gaykalar uchun zapas salniklari, batareyka nima deyapti? 15 ta kapsulalik indikatori bor batareyka. Maksim sifati jinni kelgan. Oxirini videoni oxirigacha ko'rsangiz, narx-navolar bilan tushuntirib o'taman. Buni komplektda eng usta elektrik akalarga, uyga ishlataman deganlarga yangilikni bombasi bor. Mana bu shurportimiz. Shurportimizni ishlatib ko'rsamiz, batareyka original bo'ladi. 21 vatt to'g'risini yozgan va 4500 amperajli bo'ladi. Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan original batareykalardan biri bo'ladi. Bemalol bu yerda ham skorost regrovkalarni ham qilsangiz bo'ladi. 3 ta skorost bor o'zida. Skorost regrovkalar 3 ta rejimda. 13 patronlik o'zining shurportlik tayyor nabori bor. 3 xil rejimda ishlaydi. Endi buni nima qilsak bo'ladi? Buni bu yoqni bu tarafga suramiz va buni olamiz. Mana shurport olindi. Sizga nima kerak? Birinchi shurport, ikkinchisi sizga gaykort kerak. Bemalol gaykort qo'yasiz. Original brend bo'ladi. Xohlagan boltlaringizni yechadi mana. Qulflab qo'yasiz. Gaykort qilib ishlatasiz. O'zini 3 xil katta bahaybat nasatkalari chiqadi. Mashinani balonni yechasiz, uygami, Kamazni balonni yechasiz, bemalol bo'ladigan sifati juda ham baquvvat bo'ladi. Newtonometrlari ham juda ham balandidan bo'lar ekan. Eng qizig'i, endi sizda gaykort ish bermasligi mumkin va yana boshqa ishga o'tmoqchisiz. Sizga perforator kerak uyingizda ishlatish uchun. Perforator rejimini qo'yasiz. Mana perforator rejimini qo'yamiz va buni bloklab qo'yamiz. Original bo'lgan perforatordan biri. Dovushini bemalol eshitishingiz mumkin. Original bo'lgan perforatordan biri. Agar teshish uchun mo'ljallangan bo'lsa, teshish uchun ham funksiyasi bor. Ikkita tarafga boshqaraman desangiz, ikkita tarafga boshqaradigan funksiyasi ham bor. Siz perforator uchun ishlatmoqchisiz. Eng qizig'ini ko'rsatsam, sizga perforatordan ham siz bolgarka ishlatmoqchisiz, perforatorni ham qo'yamiz. Endi bolgarka ishlatamiz. Bolgarka ishlatish uchun ham xuddi shunaqa funksiyani qo'yamiz va yopib qo'yamiz. Sifati bomba chiqadi bolgarka. Ishlashini qarang, juda ham zo'r. Bu bolgarkani qulayligi ikkita tarafga ham aylanadi. Komplektda защитный ключlari bor. Ключlarni qotirib yechaman desangiz, mana o'zida nasatkalari ham bor. Bunaqa qo'shimcha qilishga. Sifati vobshin bomba chiqadi. Eng qizig'i, sizga uyingizga daraxtlarni kesishingiz kerak, arra kerak. Lekin bir dona shurportni o'zi bilan shuncha predmetni bajarsangiz bo'ladi. Arrani mana bu maslennisi bo'ladi. Mana arrani nasatkasini qo'yamiz. Mana to'g'ridan to'g'ri videoni hech qanaqa uzmay ko'rsatamiz. Odamlarga qulay va ishonchli bo'lishi uchun mana arrani uladik yana. Arrani ishlashini bitta e'tibor beramiz-da. Arrani ishlashini maza qiladigan eng qizig'ini aytsam, maslenni bo'ladi. Bez maslenni emas. Siplari darrov charchab qolmaydigan modeldan bo'ladi. Buni aytishingiz mumkin. Bu kaltaroq-ku, bizni daraxtlar uzunroq deganlarga buni bemalol mana bu yerdan yechib, o'zida komplektda uzun nasatkasi ko'rishingiz mumkin videoda va uzun seplar bilan qo'shib berilyapti. Shunaqangi bomba naborimiz kelgan. Ishoningizlar, bunaqa super naborni o'zi juda ham ko'p kutayotgandik. Bilasizlar, chet videolarida ham ko'rgansizlar bunaqa naborlarni. Hamma havas qilgan bo'lsa kerak shunaqa nabor olishni. Endi eng qizig'i narxiga o'tamiz. Mana shu sifati zo'r bo'lgan naborni sizlar bilan bo'lishmoqchi edik. Narxiga o'tamiz. Narxini ham ishoningizlar, shuncha komplektdagi naborni suv tekin narxga qo'ydik. 4500 dan ikkita bahaybat akkumulyator, 5 ta zaryadchik bor. Shuncha predmet. Agar buni donalab hisoblasangiz 5 millionga boradi-da. Shuncha naborimizni 6 ga 1 naborimiz deyiladi. Ya'ni shuncha naborimizni narxini 1 million 550 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Ishoningizlar, bunaqa narx buncha komplektda bir dona yo bolgarkani puli, bir dona perforatorning puliga hamma uskunalarni almashtirib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Sifatiga ham garantiyasi bor, mahsulotga ham garantiya beramiz. Bemalol Mototos do'konlarimizda xarid qilishingiz mumkin. Videoni oxirigacha manzil va telefon raqamlarini ham ko'rsatib o'taman.
Manzilimizni so'raganlarga Do'murobod bozori, mana qor juda ham chiroyli yog'yapti, maza. Do'murobod bozorining qarama-qarshi tarafida Mototols do'konimiz, ya'ni telefon raqamlarimizni so'raganlarga 99lik 576 37 37 va 95lik 816 94 94 telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz bor.